Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Эфирде сайрам ақшамы. Бүгінгі біздің жалпы қозғайтын тақырыбымыз білім алу, жамағаттың арасында бірлік. Білім болғанда да қазір бір оңай заман болып қалды ғой негізінде. Қандай білім болмасын, телефон арқылы іздеп тауып алу. Осы тақырып аясында сұхбаттасу үшін біз Абай деген ауыл бар, Келес ауданы. Сол ауданның тұрғыны, 20 жылдан астам мешітте имам болған, шәкірт тәрбиелеген ағамыз Нұриддин ағаны студияға шақырған болатынбыз. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Қалай жағдайларыңыз? Алхамдулилля, жақсы бар. Шаршамай жүріп жатсыздар ма? Рахмет. Ораза қиын болып жатқан жоқ па? Алла қабыл қылсын бәріміздің. Ораза өте жақсы. Күн салқын болып, жақсы болып жатыр, иә? Алхамдулилля. Мына суып кетті деп жатыр ғой. Бірақ бізге рахат болып жатыр деймін бе жаңа? Аллахтың қалауы бір мейірімі ғой, Аллах тағаланың бізге болған бұл да. Сіздер қалай білім алдыңыздар? Ең бір осылайынан сұрақ қойыңызшы. Қағаз жазып, оқып, жаттап. Мысалға мен осы жерде айта кетейін. Бір кісі менен сұрайды да, Құранды қалай жаттайын деп. Мен бүйтіп айттым да. Енді бір 10 жылдай сабақ бердім. Осы неден баста тек оқы деймін да мен. Тек оқы. Таспихты алып ал, 100 рет оқы. Ұйықта деймін да. Таңертең таң намазына тұр. Оқы, одан кейін бар, жатта деймін да мен негізі. Бұны айтып жатқан себебім білімді телефоннан іздейді адамдар. Хоп, алхамдулилля, ассалату ассаламу ала расулилля, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам хайрукум ман таалламал Qur'an ва алламаху дегенлер. Яғни сіздердің yaxshilaringiz Qur'onni avval o'rgatib, keyin o'rgatganlari deganlar. Mani shaxsan o'zimni otam domla odam bo'lganlar. Qur'on o'qishlikni, ilmlarni shu o'zimni otamdan o'rganganman, dadamdan o'rganganman. Bizda ilm olishlik shunday bo'lganki, maktabga borganmiz, maktabga borib, maktabda o'qishini o'qib kelgandan keyin bizga otamiz diniy ilmni o'rgatganlar. Ya'ni maktabga borib, lelim bizning babamiz sayasida jatamiz qarshi kelgan dushmanni ko'kragini atamiz deb o'qib qaytib kelganimizdan keyin bizga la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni o'rgatib, namoz o'qishlikni, Qur'on o'qishlikni o'rgatgan meni shaxsan otam bo'lganlar. Asosan ilmni otamdan o'rganganman. Bu hozirgiga o'xshashgan bo'lmagan ilm olishlik juda ham qiyin bo'lgan. Bir mahallada, masalan 300-400 odam turadigan bo'lsa, shu 300-400 odamda yo 2 ta Qur'on bo'lgan, yo 3 ta Qur'on bo'lgan. Alifbe bitta 2 ta bo'lgan. Shuna qilib biz ilmni shunaqangi qiyin darajada olganmiz. Ammo lekin Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Mana bu egemenlik deyiladi. Egemenlikni sabab qilib, Alloh taolo sabab qilib, hozirgi avlodga Alloh taolo katta bir narsani berdi. Hozir Qur'on o'qishlik, Qur'on o'qitishlik Qozog'istonda hech qanaqangi bunga moniylik yo'q. Juda ham katta Qur'on o'qib, qori bo'lib, ilm o'qiyman degan odamlarga bunda hech qanaqangi kamchilik, moniylik yo'q, qarshilik yo'q. Shuning uchun o'sha biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek Qur'on o'qishlik bilan odamlarning yaxshisi bo'ladigan bo'lsak, Qur'on o'rgatishlik bilan ham ulardan yaxshisi bo'lamiz. Shuning uchun hozirgi yoshlarga ham faqat yoshlarga deb gapiradi, bu noto'g'ri gap bir tarafdan. Kattalar nima jim turishlik kerak emas. Muhammad alayhisalom ummati Allohning bandasi ular ham. Kattalar ham albatta qo'lidan kelgancha Qur'onni o'rganish kerak, o'qish kerak, o'qitish kerak, tarbiyalashlik kerak. Mana shu bilan birga inshaalloh islom bundan buyoqqa shu rivojlanadi. Bu Qur'on o'qishlikka demoqchimanki, Qozog'istonda hech qanaqangi qarshilik, moniylik yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarмен o'tirgan vaqtda bir kishi kirib keladi degan hadis bor ғой, үсті шаң емес депші. Анау местный адамға ұқсамайды.
ұзақтан келген дейін десек үстінде шаң жоқ. Сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына барып тізесін тигізіп отырғызады. Сонда иман не, ислам не, ихсан не, бұл ұзақ хадис қой. Иә. Кеткеннен кейін сахабалар бұл кім деген уақытта енді айтады, бұл Жибрейіл періште сендерге діндеріңді үйретуге келді. Сонда. Яғни демек білім алған уақытта бір шарт бар ғой, осылайынан отыру деген. Мен соны айтайын деп жатырмын. Мысалы сіз менің ұстазым болсаңыз, мен сіздің алдыңызда отыру деген дүние бар ғой. Мен былай түсінемін де, ұстазыңның құманына су құйып бермесең, ұстазыңа қызмет қылмасаң, телефон қалай ұстаз болады? Осыны ғой мен сұрайын дегенім. Ол пайғамбарымыздан сүннет дүние емес па? Бұл judayam o'rinli savol. Hop. Haqiqatan olib shariat islomiyaga qaytib, odob axloqqa qaytadigan bo'lsak ham, Alloh taolo Qur'onda ham bu narsa to'g'risida ko'p narsalarni masalan bayon qilgan. Undan tashqari, xuddi siz aytgandek, u ustozni oldida cho'k tushib to'g'ri o'tirishlik ham bir payg'ambar alayhissalomdan qolgan sunnat desak xato qilmagan bo'lamiz inshaalloh. Endi ustozlarni, ya'ni payg'ambar alayhissalom aytganlarki o'zlarining hadislarida, kim yoshlarimizni izzat qilmasa, kattalarimizni hurmat qilmasa, ulamolarimizni ham hurmat qilmasa, u bizdan emas deganlar. Buni orqasida katta narsa yotadi. Bizdan emas degan narsa musulmon emas degan narsa chiqib keladi. Alloh saqlasin. Shuning uchun kattalarni hurmat qilib, kichiklarni izzat qilib, albatta o'sha bizga Allohning dinini, ya'ni shariatini o'rgatayotgan, bizga ertaga inshaalloh qiyomatda borganda yuzimiz yorug' bo'ladigan, Allohning oldiga borganda hisob kitobimiz yengil bo'ladigan, shariatni o'rgatayotgan odamga har qancha ehtirom qilinadigan bo'lsa, bu kam deb aytaman men. Ehtirom qilish kerak, hurmatini o'zini joyiga qo'yib qo'yish kerak ustozlarni. Ammo lekin afsuslar bo'lsinki, bu narsalarni ba'zi yoshlarda ko'rmaymiz. Endi hozirgi paytda telefon degan narsa chiqqan. Telefondan o'rganiladi. Yaxshi, telefondan o'rganadigan bo'lsangiz, ertaga nabodo zaryad degan narsa bo'ladi, plus minus. Shuni bittasi yo'q bo'lib qolsa, bu telefon ishlamaydi. Keyin ustoz qayerdan olasan? Shuning uchun ilm degan narsa bu o'qiladi. Alloh aytdi Qur'onda, o'qi dedi birinchi payg'ambar alayhisalom. O'qi dedi. O'qish bilmayman dedi. O'qi dedi, o'qish bilmayman dedi. Iqro bismi robbikallazi xalaq. Seni yaratgan Robbingning ismi bilan o'qigin dedi, o'qishga buyurdi. Shuning uchun birodarlar, bu telefon ko'tarib yurgan ukalar, telefonga ishonmanglar. Buni eshitib, buni munda yaxshi, har kim ixtiyor o'zida. Men bilmadim, ammo lekin payg'ambar alayhisalom yuqoridagi so'zlariga qaytadigan bo'lsak, biz yaxshi bo'ladigan bo'lsak, biz yaxshimiz Qur'onni o'rgatganimi? Faqat Qur'on emas, shu Qur'onning orqasida masalan ilm keladi. Ilmni o'qishlik kerak. Ilm o'qishlik bilan odam peshqadam bo'ladi. Endi ilm o'qishga keladigan bo'lsak, masalan payg'ambar alayhisalom aytdilarki, ilmni dedilar, sinda dedilar. Utlubul ilma bisin dedilar. Siz ilmni Xitoyda bo'lsa ham ana qiling dedilar. Bu avval Qur'on o'qishlikni o'rganib olishlik kerak odam. Qur'on o'qishni bilgandan keyin ikkinchi darajali masalan shar'iy ilmga masalan bir bolaning intasi bo'lishi mumkin emas, u xolamasligi mumkin. Xolasa shopir bo'lsin, xolasa doktor bo'lsin, xolasa kosmonavt bo'lsin. Ammo lekin Allohning kalomi Qur'onni o'qib olishlikni birinchi o'ringa qo'yadigan bo'lsa, inshaalloh Alloh taolo uni anaqasini ishini oldiga yurgizadi. Ammo lekin birodarlar, telefon bilan hech narsa bitmaydi. Bizga telefon bilan din kelmagan. Men yuqorida aytdim-ku, dadam meni maktabga borib kelganimdan keyin dinni o'rgatganlar. Din kitob bilan bo'ladi. Allohning Qur'oni, payg'ambar alayhisolamning sunnat saniyalari bilan bo'ladi. Dinni o'qishlik kerak, kitob bilan bo'lishi kerak. To'g'ri, ba'zi anaqalarni eshitiladi, nima deydi? Ma'ruzalar eshitiladi, o'z o'rnida hammasi. Ammo lekin o'qimaydigan bo'lsak, biz dinda ham, boshqa narsada ham orqada qolib ketamiz, bu yaxshilikka olib bormaydi. Bu gaplarni so'zlashimdan maqsadim ham borki, masalan, men o'zim sal futbolga qiziqqan odam bo'lganman, hozir alhamdulillah bu narsadan ancha chetdaman. Shu yoshlik paytimizda Braziliyada eng kuchli futbol bo'lgan. Buni anaqasi
nima deyilganda sababi Braziliya nima chempion bo'laveradi deyilganda, ular birinchi bolalarini olib borib anaqaga berar ekan, futbolga berar ekan. Futbolist chiqmasa keyin boshqa sportga berar ekan. Xuddi shunga o'xshashgan birodarlar. Bu yerda hozir alhamdulillah, Allohga hamd sano bo'lsin, Qur'on o'qishlikka katta imkoniyat bor. Imkoniyatdan foydalanib farzandlarni birinchi Qur'on o'qishlikka beringlar. O'zingizlar ham o'qinglar. Bu bilan tashab qo'yishlik kerak emas. O'zingizlar o'qinglar birinchi, keyin farzandlarni beringlar. Ana inay keyin u farzand masalan o'sha Qur'onni o'qib ilm o'qiydigan bo'lsa, ketdi masalan. Hop, madrasalar bor, madrasalarga o'qiydi. Anaqa bor, ota nima edi? Nur Muborak bor. Yetlarni bitiradigan bo'lsa, zo'r bo'ladigan bo'lsa, mana chet ellarga chiqishlik anaqalari bor.